Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. 2026-yil 1-iyundan boshlab elektr energiyasi va gaz narxi oshadi. Ammo bugungi videomizda shu mavzu yuzasidan ajoyib bitta xush xabarni ham e'tiboringizga havola etamiz. Videomizni oxirigacha ko'ring hamda kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda elektr va gaz uchun eski tariflar to'lov oldinroq qilingan bo'lsa, 2 oy davomida amal qiladi. 1-iyundan O'zbekistonda elektr energiyasi va tabiiy gaz tariflari oshiriladi. Oldindan to'lovni amalga oshirgan maishiy iste'molchilar uchun eski tariflar yana 2 oygacha 1-avgustga qadar amal qiladi. O'zbekistonda maishiy iste'molchilar uchun elektr energiyasi va tabiiy gaz bo'yicha amaldagi tariflar ular oshganidan keyin ham, agar oldindan qilingan to'lovlar mavjud bo'lgan taqdirda 2 oy davomida o'z kuchida qoladi. Bu haqda Hududiy elektr tarmoqlari kompaniyasi Gazetaga tasdiqladi. 1-iyundan aholi va yuridik shaxslar uchun elektr energiyasi va tabiiy gaz bo'yicha yangi tariflar kuchga kiradi. Bu haqdagi hukumat qarori 15-may kuni, ya'ni narxlar o'zgarishidan 15 kun oldin qabul qilingan. Elektr energiyasi va tabiiy gaz foydalanish qoidalariga 2024-yil iyunida hukumat tomonidan tasdiqlangan ko'ra, tabiiy gaz hajmi uchun avans tariqasida to'lovni amalga oshirgan iste'molchi 2 oydan ortiq bo'lmagan muddatga qo'shimcha to'lovlarni amalga oshirishdan ozod qilinadi. Bu qoida faqat avans to'lovi summasiga muvofiq bo'lgan hajm doirasida amal qiladi. Ushbu hajmdan ortiq iste'mol esa yangi tarif bo'yicha to'lanadi. Buning ma'nosi shuki, oldindan to'lov mavjud bo'lgan taqdirda maishiy iste'molchilar uchun eski tariflar 1-avgustgacha amal qiladi. Masalan, agar oila oldindan to'lovni amalga oshirgan bo'lsa va iyun oyida 300 kWh elektr energiyasi ishlatgan bo'lsa, 1-iyungacha amalda bo'lgan tariflar bo'yicha to'lov 200 ming so'mni tashkil qiladi. Bazaviy tarif 600 so'm bo'yicha dastlabki 200 kWh uchun 120 ming so'm va keyingi 100 kWh uchun 800 so'mlik tarifda 80 ming so'm. Agar oldindan to'lov umuman bo'lmasa, o'sha hajmdagi iste'mol uchun yangi tariflar bo'yicha summa 220 ming so'mni tashkil etadi. Dastlabki 200 kWh uchun 650 so'mlik tarifda 130 ming so'm va keyingi 100 kWh uchun 900 so'mlik tarifda 90 ming so'm. Agar abonent tariflar oshishidan oldin 150 ming so'm oldindan to'lov amalga oshirgan bo'lsa, bu mablag' eski tariflar bo'yicha 237,5 kWh elektr energiyasini qoplashi mumkin. Dastlabki 200 kWh 600 so'mdan, qolgan 37,5 kWh 800 so'mdan. Tariflar oshgandan so'ng ushbu hajmdan 2 oy davomida qo'shimcha to'lovsiz foydalanish mumkin. To'langan hajmdan ortiqcha iste'mol esa yangi tariflar bo'yicha hisoblanadi. Yuridik shaxslar uchun esa oldindan to'lov mavjud bo'lganda eski tariflarning amal qilish muddati 1 oyni tashkil etadi. Avvalroq Iqtisodiyot va Moliya vazirligi hamda Energetika vazirligi tariflarni qayta ko'rib chiqish zaruratini, energetika infratuzilmasining eskirgani, tarmoqlar, podstansiyalarni modernizatsiya qilish va yangi liniyalar qurish uchun investitsiyalarga bo'lgan ehtiyoj bilan izohlagandi. Idoralar hisob-kitobiga ko'ra, iste'molchilar uchun tariflar o'rtacha 9,9% ga oshadi. O'tgan yilgi hukumat qarori bilan 2026-yildan boshlab energetika resurslari narxini har yili 1-maydan inflyatsiyani hisobga olgan holda, ammo 10% dan oshmagan miqdorda oshirish mexanizmi belgilab qo'yilgan. Tariflar qanday o'zgaradi?
O'zbekistonda maishiy iste'molchilar uchun 1 kWh elektroenergiya narxi 200 kWhgacha 600 so'mdan 650 so'mgacha +8,3%, 201 kWdan 500 kWhgacha 800 so'mdan 900 so'mgacha +12,5%, 501 kWhdan 1000 kWhgacha 1000 so'mdan 1100 so'mgacha +10%, 1001 kWhdan 5000 kWhgacha 1500 so'mdan 1600 so'mgacha +6,7%, 5001 kWhdan 10000 kWhgacha 1750 so'mdan 1900 so'mgacha +8,6%, 10000 kWhdan yuqori bo'lganda 2000 so'mdan 2200 so'mgacha +10%. Elektroplitali ko'p qavatli uylar aholisi uchun bazaviy tarifning 50% 200 kWhgacha 300 so'mdan 325 so'mgacha +8,3%, 201 kWhdan 500 kWhgacha 400 so'mdan 450 so'mgacha +12,5%, 501 kWhdan 1000 kWhgacha 500 so'mdan 550 so'mgacha +10%, 1001 kWhdan 5000 kWhgacha 750 so'mdan 800 so'mgacha +6,7%, 5001 kWhdan 10000 kWhgacha 875 so'mdan 950 so'mgacha +8,6%, 10000 kWhdan yuqori bo'lganda 1000 so'mdan 1100 so'mgacha +10% oshadi. Aholi uchun tabiiy gaz narxi isitish mavsumida noyabrdan fevralgacha 500 kubometrgacha, isitish mavsumidan tashqari 100 kubometrgacha 1000 so'mdan 1100 so'mgacha +10%, 501 kubometrdan 2500 kubometrgacha, isitish mavsumida 1800 so'mdan 2000 so'mgacha +11,1%, 2501 kubometrdan 5000 kubometrgacha 2100 so'mdan 2300 so'mgacha +9,5%, 5001 kubometrdan 10000 kubometrgacha 2500 so'mdan 2700 so'mgacha +8%, 10000 kubometrdan yuqori bo'lgan holatlar uchun esa 3000 so'mdan 3300 so'mgacha +10% oshadi. Endi esa yuridik shaxslar uchun tariflar. Tadbirkorlar bilan birga elektr energiyasi 1000 so'mdan 1100 so'mgacha +10%, tabiiy gaz 1800 so'mdan 2000 so'mgacha +11,1%, gaz to'ldirish shoxobchalari AGTKSH uchun gaz 2500 so'mdan 2750 so'mgacha +10%. Hisoblagichi bo'lmagan va belgilangan to'lovni amalga oshiruvchi gaz plitasidan foydalanuvchi maishiy iste'molchilar uchun gaz tarifi quyidagicha oshadi. Ovqat tayyorlash va issiq suv ta'minoti uchun 1 kubometr uchun 1800 so'mdan 2000 so'mgacha +11,1%, uyni isitish uchun 1400 so'mdan 1550 so'mgacha +10,7%. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba gazeta.uz sayti.